Murodjon aka Surxondaryoda bir qator ekilganini ko'rdingiz-a? Biz Qahramon aka degan aka bilan gaplashganmiz. Vesagro Urbanlik ustozi kanallariga qo'yganmiz. Chesnoy masalasi mana bu ariqlarning ichi ham ancha yumshoq ekan. Sortlar haqida ko'pchilik so'raydi. Chesnoyda navlari haqida qanaqa nav? Bu asosan biz o'zbekistonliklar kechki deyishadi va kuzgi deyishadi. Qirg'izistondan olib kelingan o'sha kechki, kuzgi. Mayskiy degan nomlar bilan Bunganisi ham deyishadi shu. Mayskiy tanigimiz. Ha. Ertapcha o'zimizni mahalliy urug'. Bu dalada bundan ham bormi? Bor. Hop, bu chesnoyga qancha maydonga ekilgan ekan? Hozir bir salkam 2 gektarga ekilgan. Qachon? O sentyabr boshlari. Mana bu agatlarimiz juda chiroyli to'rttonlar. Nechilik bu agatlar aka? 65 ga olingan o'zimizda shu Xitoy traktorida. Balonlar shunga mos ekan, shuna qilib o'zimizga alohida 65 lik ishlov bashida hamma yo'g'ini qiladigan. Dorisini ham soladigan, plastasini ham qiladigan, shunga moslagan. Aka, men bir qatorlikda Qahramon aka bilan ancha suhbatlashgan edim. Buni ikki qatorlik ekiladigan bo'lsa, 1 gektar maydonga necha ming dona ketadi yoki qancha kilo? Bunaqasini hisoblamaganman. Bizga bittasini bilaman, bizga bir qatorlik eksak natija bo'lmaydi. Qahramon aka bir qatorli ekishidan maqsad Surxondaryo sharoitida eksportga ertaroq, yiriroq chiqarib berish maqsadida ekadi xolos. Agar sentnerda hisoblasangiz, mashina usulda ekkan eng yaxshilar. Xo'p, Surxondaryo maloshli dedi, sut holatida eksportga chiqaradi. Bozor nuqtai nazaridan sizlarda qanaqa farq bor? Sizlar eksportga chiqarmaysizlar, faqat ichki bozorda. Bu dunganskilar kechkilar eksportga chiqadi. Chiqadimi? Chiqadi. Sizlar chiqadi. O'sha Qirg'izistonda chesnoy chiqishdan oldin bizda mayskini tugashiga o'rtalikda chiqadi, yaxshi natija, yaxshi narxda ketadi. Demak, sizlar bu ham eksportga chiqadi, ko'proq hosil olasiz dedi. Bir qator sizga unchalik qoplamaydi. To'g'ri bo'ladi. Muxlislarimizdan bir savol bo'lsa eshitsak. Savol bor. Shu bola. Keling, aka, bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. Hozir ko'pchilik qadrli muxlislar 12-aprel 2026-yil Murodjon akam dalalarida dala kuni bo'lyapti. Bu serial bo'ladi. Aka, o'zingiz tanishtirib olasiz, mana shu mikrofonni. Shu yoqingizga qo'ying. Yana bir bor hammalaring dalamga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Rahmat kelganlaringga rahmat hammalaringga. Sizga ham rahmat. Shuncha ishlar qilibsiz, mana chiroyli. Hamma havas qilyapti. Kelgan odam havas qilsa, hamma havas qilyapti. Zaylobni ham quvadan. Gapini bilamiz, ustam. Chesnoy to'g'risida ko'p narsalar so'rab o'rganib turaman. Zaynobni aka. Zaylobni aka. Aka shu Farg'onadan? Quvali. Bo'ldi, ha. Shunday yaxshi joyi, to'g'ri. Bitta shu mana bu kasallik hozir juda qiynayapti bizni. Bilcha qiynayapti-da, Murodjon. Bargi sarg'ayganmi aka? Mana shu oyog'ida Shuni ko'rsatib olamiz. Bitta ko'rsatib qo'yinglar-da mana shu operatorlar. Bu narsani rosa o'rganib, rosa surishtirdik. Buni boshlanishi piyoz pashshasidan kelib chiqar ekan. Boshlanishi. U tuxum qo'yar ekan. Keyin lichinka qurt paydo bo'lar ekan. U qurt yana bu chesnoyda tagi bor-ku. To'g'ringda ana. Mana shu tomir bilan mana shu tagida yer ekan. Ozgina yegandan keyin hali joyda namli bor. Bu ho'l narsa, ichi yeyilgan narsa chirish paydo bo'lar ekan. Oddiy o'zimiz mevalarga o'xshab butun tursa qanday tishlab qo'yib qo'ysa tezlashadi chirish. Qurt yegandan keyin chirish tezlashib turib, keyin fizarioz degan o'sha kasallikka, ildizni chirishi. Ildiz chirish kasalligi yo'q o'zbekchasiga. Murodjon aka, hozir savol. Biz buni zamburuli kasallik deb o'ylaymiz o'zimizcha. Fallikor yoki ifoda kompaniyasining entallikor degan fungitsidlar bor, tavsiya qilamiz. O'sha narsa muammo yerda ildizda ekan. O'sha narsa chalg'ityapti ko'p deb qoldi. Endi mana bu yil xudo xolasa bu endi men o'zim emas, juda ko'p dehqonlar bilan gaplashib, o'sha Qirg'izistonlik, o'sha Bishkeklik, Issiqko'llik, Dungan o'sha usulida talash, tatalash juda zo'r bilmayman. Ular gaplashib, shu narsaga yil endi to'xtamga keldi. Shunaqa ekan. Bo'pti. Xo'p, biz bunga zamburug'ga qarshi fungisid beramiz o'zimiz. Noto'g'ri deb hisoblasak. Yo'q. Uni berish kerak. Siz nima yechim berasiz ildizga? Ildizga. Pashshani aytingiz-ku, agdan muammo bo'layotganiga. Bunga hozir koktel tayinlanadi. 3 xil narsa tayinlanadi. Ayting yo muxlislarimizga. Bir-biriga tushar ekan o'sha dorilar. Hop, bunga fungisid misol
Oybek qani Oybek bitta emasmi? Oybek biladi. Yo'q, naqd Oybek. Fungisi misol deylik sekingisi fungisi hozir ota esimdan chiqib Oybek bo'lganda. Maxim bilan Maxim XL bilan Maxim Bek degani bor, ikki xil bo'lar ekan. Bittasi o'sha. Chirish kasalligiga o'sha zoroziga. To'g'ri. Ikkinchisiga ildiz rivojlantirgani Rotenrot degani. Qana bo'lsa ham ildiz rivojlantirgani birorta bir simulyator o'sha preparat. Bereket agroda rut balans degani bor, shunaqa ildiz rivojlantiruvchi, ildizga quvvat beruvchi. Iloji berdi, xudo xolasa ko'rasiz. Uchinchisi yana o'sha kurtga dori qo'shish kerak. Insekt akarisid. So'ruvchi kemiruvchilar. Dori qo'sh, zahar qo'shlar kurtga. Iloji bo'lsa o'sha teksa o'rtog'ona bas. Sistemni deydi-yu, tizimli. Bunga tegsa, tomirini yesa ham o'ldiradi. O'sha sistemli dorilar shunday. Antiklardan kiradimi? U kurt metda-ku. Sepsiz kurtga tegmaydi dori. Pastga qarab unga sepilgan dori pastga o'sha ildizga yetib boradi. 90%, 100% o'ldiradi degani emas ekan u. Iloji bo'lsa o'sha suv qo'yatib, suv bilan ham oqitish kerak ekan o'sha o'zini dorilarni bo'lar ekanda. Aka shu o'rinda bitta mikrofonni akaga olib tursam, bitta ma'lumotni aytib ketgan. Hozir bu yerda ko'pchilik biz Jizzaxda katta dalalarga piyoz yetishtiruvchi mahsulot beramiz. Dalada aytdikki, boshda reja qildik. Mirzabek degan ukamiz bilan Mirzabek tomchilab sug'orish qilgan. Mana bu joydan traktor qilish kerak, texnika orqali himoya qilish vositalarini sepishimiz kerak dedik. Endi ustozim bor, Termizda Umid aka oxuni. Juda ko'p maslahatlarni shu Umid akadan o'rganib ular ko'p o'zini ilmini yetmay qolgan joyda yashirinib ustozlarimiz ko'p, o'rmonda kaman